Motor Masters kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan avtomobil dunyosining yana bir ajoyib yangiligini ko'rib chiqamiz. Bu mutlaqo yangi 2024 yilgi Chevrolet Cobalt. Bu model o'zining zamonaviy dizayni, ishonchliligi va qulayligi bilan O'zbekiston haydovchilari orasida allaqachon katta qiziqish uyg'otgan. Avvalambor, tashqi ko'rinish haqida gaplashsak, yangi Cobalt yanada jozibali, aerodinamik chiziqlarga ega bo'lib, old panjarasi kattaroq va faralari keskinroq shaklda ishlangan. Unga o'zgacha zamonaviy ko'rinish beruvchi LED chiroqlar va yangilangan bamper avtomobilga yanada premium ruh bag'ishlaydi. Ichki qismida esa qulaylik va texnologiya uyg'unlashgan. Salon keng, orqa o'rindiqlar ham yo'lovchilar uchun yetarlicha joy taklif qiladi. Multimedia tizimi 7 dyuymli sensorli ekran, Bluetooth, Apple CarPlay va Android Auto funksiyalariga ega. Bu esa sizga sayohatlar paytida ham qulaylik va zavq bag'ishlaydi. 2024 Chevrolet Cobaltning kapoti ostida 1.5 litrli benzinli dvigatel joylashgan bo'lib, u 110 ot kuchini hosil qiladi va avtomatik uzatma bilan birgalikda juda yumshoq yurish beradi. Yoqilg'i sarfi esa juda tejamkor, shahar sharoitida ham, uzoq masofalarga sayohatda ham sizni quvontiradi. Xavfsizlik tizimlari ham e'tiborga loyiq. ABS, EPT, orqa kamera va bir nechta havo yostiqchalari bilan jihozlangan. Bularning barchasi haydovchi va yo'lovchilarning xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan. Yana bir yoqimli jihati, suspenziya juda yumshoq, shuning uchun O'zbekiston yo'llarida, hatto notekis joylarda ham Cobalt o'zini yaxshi tutadi. Avtomobil narxi ham o'z segmentidagi raqobatchilarga qaraganda juda maqbul bo'lib, sifati va imkoniyatlarini inobatga olsak, bu model haqiqiy xalq avtomobili deyish mumkin. Xulosa qilib aytganda, 2024 yilgi Chevrolet Cobalt bu oddiy mashina emas. Bu zamonaviy, ishonchli va qulay transport vositasi bo'lib, oilaviy sayohatlar, ishga borish yoki shunchaki shaharda haydash uchun ideal tanlovdir. Do'stlar, agar sizga ushbu video yoqqan bo'lsa, like bosishni, fikrlaringizni izohlarda yozishni va albatta bizning Motor Masters kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, chunki oldinda sizni yana ko'plab ajoyib avtomobil sharhlari kutmoqda.